rahmati bilan yurtimizda butun dunyoda tinchlik, barqarorlik hukm sursin. Odamlar, xalqlar o'rtasida do'st birodarlik, o'zaro hurmat tuyg'ulari ustuvor bo'lsin. Kuchlilar ojizlarga tayanch, saxovatpeshalar muhtojlarga yordamchi, yoshlar qariyalarga g'amxo'r bo'lsin. Dinimizda belgilab bergan to'g'ri yo'ldan og'ishmay, ayni paytda zamon bilan hamnafas yashaylik. Yoshlarimiz bilimlari bilan jahonga tanilib, yurtimiz dovrug'ini yuksaklarga ko'tarsin. O'zbekiston dunyoning eng oldi, eng ilg'or davlatlaridan biriga aylansin. Allohim, sen uchun roza tutdik va sen bergan rizqing bilan iftorlik qilmoqdamiz. O'zing rozalarimizni qabul ayla. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.